Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda shu Adobe Creative Cloud, ya'ni shu Adobe'ninki laylash va film va shunga munosabatli butun detallarni setilishini ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar, mushaqtonlar xayrlik bo'lsin. Biz bugungi darsimizda shu Adobe Creative Cloud, ya'ni shu Adobe'ninki laylash va film va shunga munosabatli butun detallarni setilishini ko'rib chiqamiz. Nima uchun setolamiz degan vaqtda bizga o'xshash kasb egalari, ya'ni shu kasbni qilganlar axslashtirib ishlatgan vaqtda shu ba'zi masalalarninki kelib chiqishi, yechilmasligi va shunga o'xshash ushaq-tushak xatoliklar, bundan keyin Adobe tarafninki davomli yanglab turishi, iqtidor qo'shib turishi qarta setilib ishlasak, bizning ishimiz daha qulay va ravon bo'ldi. Shu shaklda bo'ldi. Undan keyin universitet o'quvchilariga shu ayrim bergan maktabdan o'quvchilik holatida, o'quvchilik kimligida bergan xat sanduq orqali setib olsak, biroz arzon setib olamiz. Oyliqini bo'lsin yoki yillik bo'lsin, normal bahodan biroz arzon berdi. Biz buni birlikda ko'rib chiqamiz qadam-qadam. Undan biz Google ga kirib Adobe Creative Cloud deb yozgandan keyin qarsanglar chiqqan birinchi ulanmani ochamiz. Açqandan keyin bevosita Turkiya sahifasi ochildi. Ochilgan vaqtda yana bu yerni bosamiz. Bosgandan keyin qaraydigan bo'lsak, masalan, normal ishlatuvchilarga oyligi 332 liradan hozir 28 mayıs, ya'ni 5-28-kuniga qadar 40% baho tushiribdi. Ammo bu yerda shirkatlar, undan keyin o'quvchilar, ya'ni butun detallar bularning kemisida o'quvchi va o'qituvchilarga ayrim, ya'ni özel teklifken bunun o'zi oyligi 125 lira 8 kurush. Bu yerdan oylik to'lsak mi bo'ldi yoki bevosita yillik to'lsak mi bo'ladi? Buni o'zimizning ehtiyojiga asosan to'lsak bo'ladi. Men shunday bevosita oylikni tanlay, har oyda mening kartamdan avtomatik holatda 1 yilga qadar, ya'ni yillik deb demaydi. Ko'rayotganingizdek 1 yilga qadar butun detallardan 125 lira oyda bu shaklda davomlashtiramiz. Qaraydigan bo'lsanglar, KDV, ya'ni davlatning boj 118 boj, oyligi 19 lira. Bunun o'zi 106 lira, jami 125 lira 8 kurush. Endi biz bu yerga maktabdan bergan o'quvchilik kimlik nomerimizga bergan xat sanduqini kirgizamiz. Bu yerga kirgizdik. Kirgizgandan keyin davomlashtiramiz. Davomlashtirgandan keyin mana ko'rayotganingizdek bank kartimi yoki kredit kartimi shu shaklda bo'laverdi. Bu yerga bank kartimizningki yoki kredit kartninki nomerini kirgizamiz. Bu yerdagi kart nomeri va ishlatish muddatlari normalda kartimizniki oldida bo'ldi. Bu yerga kartimizningki nomini kirgizamiz. Ya'ni kimning nomida bo'lsa, shuning nomini kirgizamiz. Undan keyin qaraydigan bo'lsanglar, bu yerda maktabninki bergan xat sanduqi ko'rinadi. Mana bu vosita davomlashtiramiz. Hamda qaraydigan bo'lsanglar, bu yerga o'quvchimi yoki o'qituvchimi shuni tanlaymiz. Men o'quvchi bo'lganligim uchun o'quvchi deb tanlayman. Undan keyin ismimiz mana shaklda bo'ldi. Undan keyin maktabning ismini yozamiz. Google'dan bevosita maktabimizning to'liq va to'g'ri ismini topsak bo'ladi. Hamda bu yerdan o'zimizning kasbini tanlaymiz. Bu yerda mezuniyat oyi, mezuniyat yilini, o'qish bitirish oy va o'qish bitirish yilini tanlaymiz. Bu shaklda davomlashtiramiz. Ko'rayotganingizdek bu shaklda muvaffaqiyatli bo'ldi. Endi biz bu yerdan shifrimizni belgilasak bo'ladi. Ko'rayotganingizdek Adobe Creative Cloud'ninki butun applarni setilish muvaffaqiyatli bo'ldi. Alma bo'lsa alma bo'yicha, Windows bo'lsa Windows bo'yicha shu qachilash detalini chiqarib turdi. Shu shaklda qachilab qilasanglar bo'ldi. Menda bevosita bo'lganligi uchun buni ochib yangilasam ham bo'ladi. Adobe Creative Cloud'ni ochdim. Ko'rayotganingizdek ilgirki hisobimni bu yerdan chiqarib o'tib, bevosita bu yerdan kirsam bo'ladi. Bu yerdan biz setib olgan hisobni tanlab kirgandan keyin bevosita kirdi. Kirgandan keyin xat sanduqimizga bir dalillash kodi keldi. Buni kirgizgandan keyin normal kiralaymiz. Ko'rayotganingizdek Adobe Creative Cloud normal ochildi. Endi biz bu yerni yangilasak bo'ldi va yoki butun detallarni hammani yuvib, ya'ni ilgari yaxshilashtirgan bo'lg'achqa buni yuvib, yangidan bu yerdan tushirib qochsak bo'ladi. Ko'rayotganingizdek mau bo'lgan detallarni mau tonimida mana bu vosita mana shaklda. Shunlashqa tanshakka kirib, tanshak kirgandan keyin bu yerga kirib, bu yerdan tilini arabcha, inglizcha tanlaymiz. Mana
Ondan keyin o'ng sol tanshaklar kiradi. Bevasi Uyg'ur xatni hech qanday ortiq tanshash qilmasdan bevasi yoza olamiz. Ondan keyin shu Adobe Creative Cloud'ni setib olganligimiz uchun bevasida mana ichib har vaqt yangilanib turadi. Yangilanib turgan vaqtda bizningki ishlash jarayonimizdagi ba'zi mashg'ulotlarni texnik tez ravon qila olamiz. Shu shaklda buni oxirlashtirdim. Ko'rayotganinglardek hammasini yangilasamlam ishimiz tamomlandi. Ben buni besish orqali hammani yangilayman. Mushlarni yanglab bo'lgandan keyin aslida mavjud bo'lgan Adobe Creative Cloud'ning applarining ustiga, ya'ni detallarning ustiga almashtirish orqali biz setib olgan yoki biz haq to'lagan nusxasi ichiladi. Bu shaklda Adobe Creative Cloud'dagi bulut supsi orqali mushlarni ishlatish orqali uningdagi mayadagi font, mayadagi behind mushulardan foydalansak tamoman bo'ladi. Ko'rayotganinglardek shu Adobe fontningki shu fontlarni men ishlatalaydi ekan mana. Shu bosgandan keyin bevosita mana shuni aktivlatamiz, ya'ni biz orqali avtomatik kompyuterimizga tushib qo'shiladi mana bevosita. Bu shaklda shu ba'zi iqtidorlardan foydalana olamiz Adobe Creative Cloud'ningki. Undan boshqa shu bizga ta'minlagan shu tor bo'shliqdan foydalana olamiz. Hozirning o'zida shu Adobe Creative Cloud yangilanayotganligi uchun biroz tor ko'p ketib bordi. Bevasi Turkiya deb davom qilay. Qarang bo'lsanglar mana shularning hammasini davomli turda ishlatalaymiz degan gap. Ko'rayotganinglardek Adobe Photoshop, InDesign, Premiere, Illustrator, XD, Acrobat hammasini mana bu shaklda ishlatalaymiz degan gap. Qarasanglar hujjatlarni baharlash va munosib ishlar uchun 100 GB bo'shliq, tor bo'shliq berdi ekan, bulut bo'shliqi. Bu shaklda ishlasak bo'ladi. Undan boshqa shu haqning qanday qilinayotganligini bu shaklda ko'ra olamiz. Qaraydan bo'lsanglar mana keyingi qitimliq haq tutilishi 2020-yili 6-yanvar 28-kuniga belgilanibdi mana. Bu shaklda bo'ldi. Ko'rayotganinglardek davomli yangilanadi mana. Endi biz mishadim shu Adobe Creative Cloud'ningki shu library, ya'ni kutubxonasidagi shu o'rinlarni ishlatalaymiz. Masalan, o'zimiz ma'lum bir narsalarni qo'yish orqali boshqa detallarda ishlatalaymiz. Undan so'ng darsimiz mushachi bo'lsin. Texim ko'p qarindoshlardan foydalana olish uchun darslarimizni o'zaro tavsiya qilib qo'yishni, texim yaxshi bo'lgan darslarni ishlay olishimiz uchun qonunimizga ergashishlar birga darslarimizga bosh barmoq bosish orqali yoqtirishni unutmag'aysizlar. Allohga omonat.